Shirinliklar sizni semirtirmaydi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Shirinliklar sizni semirtirmaydi. Unda nega barchamiz semiryapmiz? Barchamizning jigarimizda yog' bosyapti. Keling, men sizga ota-bobolarimiz tajribasidan va o'zimning hayotiy tajribalarimdan kelib chiqib, buning asl sababini tushuntirib beraman. Asl muammo nimada? Asl muammo shundan iboratki, biz o'zimiz yaxshi ko'rib yegan ovqatlarni iste'mol qilganimizda orqasidan o'zimiz bilib balkim bilmasdan shirin choy, har xil shirinliklar, pishiriqlar iste'moliga o'tib ketamiz. Har bir a'zoning o'zi yaxshi ko'rgan ovqati bo'lgani kabi, jigarning eng yaxshi ko'rgan ovqatlaridan biri bu shirinlikdir. Bunda organizmimizda nima hosil bo'ladi yoki qanaqa jarayon ketadi? Biz ovqat yeganimizdan keyin orqasidan shirinlik iste'mol qilsak, jigar o'zining eng sevimli shirinligini o'zlashtirishga va tez energiya beradigan uglevodlarni o'ziga o'zlashtirib olish uchun ovqat hazmini bir chekkaga surib qo'yib, shirinliklarni o'zlashtirishga kirishib ketadi. Buning natijasida hazm bo'lmagan ovqat ma'lum bir miqdorda to'xtab qoladi, ovqat soviydi, ovqat tarkibidagi yog'lar qotiydi va jigarimizning ustini yog' qoplashni boshlaydi. Bu muammoning yechimi bormi? Bor. Ovqatdan keyin siz har xil shirinliklar iste'mol qilmang. Ovqatlanganingizdan keyin 2 soat, 3 soat hech narsa iste'mol qilmasligingiz, shirinliklarni o'zingizga mos vaqtda issiq damlangan qora choy bilan iste'mol qilishingiz tez maqsadga sari sizni yetaklaydi. O'shanda jigaringizda yog' bosmaydi, siz semirmaysiz. Ushbu videoni ovqatdan keyin shirinliklarni yaxshi ko'rib iste'mol qiluvchilarga yuborib qoldiring.